Qizlarjonlar, narxi Koreyani kursi woniga qarab o'zgarishi mumkin. Ba'zan arzon bo'lib qoladi, ba'zan qimmat bo'lib qolishi mumkin. Demak, bugungi narx bilan gapiraman. Videoda ishlatgan narsalarim, birinchisi baza 180 ming turadi. Men ikkinchisini ham qo'ydim, ko'rishingiz uchun qanaqa akkuratni chiroyli tugab boradi, uvol bo'lmasdan 30+ SPF-kasi bor, yuzingizni namlantirib, makiyajni ideal yo'tkazib beradi. Ikkinchisi sprey. Buni yangisini ochmadim, o'zim ishlatganimni ko'rsatyapman. Mist Oil Selective Coat bilan ishlaydigan peptidli sprey. Yuzingizni yoshartirib, даже hatto atrofdagilaringiz so'raydi, nima qilgansiz, yuzingiz qaysi salondan chiqqansiz, qaysi kosmetologga borgansiz deb. Bu 100% javob. Uchinchi narsa bu Luminous pudra. Bu quruq qanaqadir pudra emas, kushonni preslangani. Bemalol 2 yil, 3 yil ishlatasiz. Buni mana shunaqa varianti bor. Oynachalik, zapasnoy varianti bor. Oynachaligi 250 ming, zapasnoy variantini olsangiz ham bo'ladi. 150 ming arzon variant sizga. И pomada 180 ming qizlar.